ertalab soat 5 bo'ldi akalar. Ertalab 6:30da yuradigan poyezdga ertamatandan soat 5da kelib oldik mana. Dehqonimizni iltimoslariga binoan 4 gektarli issiqxonani obxod qilib ko'rib kechqurun qaytamiz inshaalloh. Sizlar kuzatib turinglar. Yerda nima muammoligini men o'zim ham bilmayman. Ko'rsataman. Sizlar nima muammo, nima lecheniya qilish kerak, nima qilish kerak kommentariyada yozib ketasizlar. Assalomu alaykum. Qashqadaryoga kelib, Qashqadaryoning tandirini yemasdan ketmasa bo'lmaydi. Qashqadaryolik akalar yana bir marta nomer ading sizlar.